5. Bab. İsa'nın Mesih, yani qutquzguchi ekanligiga ishongan kishi Xudoning farzandi bo'lgan bo'ladi. Otasini so'yadigan kishi uning farzandlarini so'yadi. Biz o'zimizning Xudoning farzandlarini so'yadiganligimizni qandoq bilamiz? Xudoni so'yib, uning amrlariga amal qilishimiz orqali bilamiz. Xudoni so'yish, uning amrlariga amal qilish demakdir. Uning amrlarimi egri emas. Chunki Xudoning farzandi bo'lganlarning hammasi İsa Masihga bo'lgan e'tiqodi orqali bu dunyodagi yomonlik ustidan g'alaba qiladi. Bu dunyodagi yomonlik ustidan g'alaba qilguvchilar zodi kimlar? Ular faqat İsa Masihni Xudoning o'g'li deb uningga e'tiqod qilganlardir. İsa Masih dunyoga kelganda suda cho'mildirish rasmiyatini kreskga mixlanib, qon to'kishini beshidan o'tkazdi. U kelganda faqat suda cho'mildirish rasmiyatidan o'tibla qolmasdan, balki o'z qinini to'kib, qurbonlikni berdi. Muqaddas ruhning o'zimi buningga guvohlik berdi. Chunki Xudoning ruhi haqiqatdir. İsa Masih to'g'riliq 3 guvohlik bor. Bular muqaddas ruh, cho'mildirish suyi va İsa Masihning to'kkan qinidan iborat. Bu üçünün guvohligi birdakdir. Biz insonlarning guvohligini ishonchlik deb qaragan yerda Xudoning guvohligi texmu ishonchlikdir. Xudo o'z o'g'li İsa Masih to'g'risida shundoq guvohlik bergan. Xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan kishi Xudoning guvohligini haq deb biladi. Biroq Xudoning guvohligiga ishonmagan kishi Xudoni yolg'onchi deb qaragan bo'ladi. Chunki u Xudoning o'z o'g'li to'g'riliq bergan guvohligiga ishonmagan bo'ladi. Bu guvohlik shuki, Xudo bizga mangulik hayotni ato qildi. Bu hayotlik bizga uning o'g'li orqali keldi. Shunga Xudoning o'g'lini qabul qilgan kishi hayotlikqa ega bo'lgan bo'ladi. Biroq Xudoning o'g'lini qabul qilmagan kishi hayotlikqa ega bo'lmagan bo'ladi. Men bularni Xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan sizlarga mangulik hayotga ega bo'lganligini bilsin deb yozdim. Xudoning oldida yuragimiz shundoq to'qki, Xudoning irodasiga uyg'un nemini tilisak, u duo tilovatimizni cho'qim anglaydi. Uning anglaydiganligini bilgan ekanmiz. Nemini tilisak, shuni beradiganligini bilamiz. Biri qarindishining mangulik o'limga elib bormog'idek gunoh sodir qilganligini ko'rsa, uning uchun duo qilsin. Buning bilan Xudo uning bu qarindishiga hayotlik ato qiladi. Bu o'limga elib bormog'idek gunoh o'tkazganlarga qarata aytilgan. Lekin mangulik o'limga elib borgudek gunohmi bor. Men sizlarni bundaq gunoh sodir qilganlar uchun duo qilinglar demayman. Hamma adolatsizlik gunohdir. Lekin mangulik o'limga elib bormaydigan gunohmi bor. Xudoning farzandi bo'lgan kishining gunoh sodir qilavermaydiganligini bilamiz. Chunki Xudoning o'g'li İsa Masih bundaq kishini qo'g'dab qoladi. Shunga shaytonmi uningga tegalmaydi. Bizga ma'lumki, biz Xudoga mansubmiz. İsa Masihga e'tiqod qilmaganlar bo'lsa, shaytonning boshqurishidir. Yana bizga ma'lumki, Xudoning o'g'li dunyoga keldi va haqiqiy Xudoni tanishimiz uchun u bizga aql farosat ato qildi. Biz haqiqiy Xudoga bog'lanib yashayapmiz.
Çünkü biz onun oğlu İsa Mesih'e bağlanğanmız. İsa Mesih hakiki Xudodir ve mengülük hayattır. Aziz ballarım, Xudoga beg'ishlangan qalbinglardagi o'rinni har qanday narsalarning egilib elishidan saqlaninglar.